Şərq Türkistanның faciəsini, Uyğurlar duçar bolğan asaret və zulümның səbəblərini izləyən vaxtımızda, umumən 18-ci əsrinin o'ttirisida başlanğan Xitay Manju istilası, Yaqub Xan Bədövlət tərəfindən qurulğan Qashqariya dövləti, 1863-cü və 1878-ci illər arasındakı İngilis oyunları, 1933-cü yılı Qashqarda qurulğan Şərq Türkistan İslam Cumhuriyeti və 1944-cü yılı İlida qurulğan Şərq Türkistan Cumhuriyetini ağdırış və Xitay-Rus həmkarlığı. Bunun nəticəsində 1949-cu ildən beri davam qılıb kelyatqan Qızıl Xitay hakimiyyəti qatarlıq səbəblərini qatar tizib çıxımız. Amma bu sanab çıxanlarımız bugünkü əhvalını meydana keltirib çıxarğan taşqi amillardır. Davamlıq bunlarını tilg'i elish bilan qanoatlanish faqatli tariximizni, o'tmishimizni əslash və cho'nqur urib, faqat bo'lmasa düşmanlarimizni tillab qo'yish va shikoyat qilib qo'yishga yaraydi. Bizning maqsadimiz nima? Bishimizga kelgan baloyi ofatlarning mas'uliyatini boshqalarga ortib qo'yib, puxadan chiqishi tilib olishmi yoki dushmanga taqobil turib, ozodlik ko'rishida g'alaba qilishmi? Agar Şərq Türkistanның keləcəyi və Uyğurlar üçün bir nicatlik yolu izləydigan bolsaq, aldı bilan o'tmishimizni muhokama qilishimiz, bugungi falokatga zimin tayyorlagan ishki omillarni qizib chiqarishimiz, sabablarni aniqlab, uningga qarta chora tadbir qilishimiz, ya'ni haqiqiy nijotlik uchun to'g'ri yo'lni tepishimiz kerak. Aldı bilan shuni muayyanlashtirishimiz kerakki, biz Vətənimiz Şərq Türkistanni Xitayga tatqızıb qoyduq. Qandaq tatqızıb qoyğanlığımızı biz tövəndəki suallarının cavabını izləş arqılıq düşünüb yetələyimiz. Tarixdə katta dövlətlər qurğan, insaniyyətdəki qəbili həyatı yaşavatqanda dövlət təcrübələrini cəmləb dövlət idarə qilishning kitabını, ya'ni Qutatqu Belikni yazgan bir əcdadның nəvrləri, bugün qandaq bo'lib o'z tuproqlari bo'lgan Şərq Türkistanda dövlətsiz, osmonda bayraqsiz, masjidlari azonsiz, buyunturuq ostida izilib, pükülgən bir xalq holatiga tushib qoldi. 11-ci əsrdə ərəblərə türkçə öyrətish, insaniyyətə tilshunoslikni öyrətishni höddəgə alğıdək g'oyaga ega. Şu davrlarda dünya xaritasini yumbulaq sızğıdək bilim, ma'rifat egisi, insoniyatga kiyim-kechaklarini dazmol silib kiyishni o'rgatgidek madaniyatlik bir ajdodning navrlari bo'lgan Uyg'urlar bugun qandoq bo'lib o'zining dardini to'g'ri tushuntirishdan yo'qsin, muhokama qilish, anqirash qobiliyatini yo'qotgan, har turli ma'naviy aldanishga, qaymoqtirilishga va qo'llanishga moyil bir xalqqa aylanib qoldi. Şərq Türkistan zemini tarixi İpek yolunun asaslı ötüş yolu bulup, o devirlerde xalqaralıq ticaretçilerinin, sayahatçilerinin ayağı üzülmeydi. Uygurlarının dünyanın en uzak caylarından mı xəbiri bulup durattı. Karvan saraylar insanların en burunqi mehmanxana medeniyetini təşkil qılattı. 15-ci əsrdən keyin İpek yolunun quruqluqdan dengizga köçüb ketişi, yer yüzdə dengizga ən uzaq rayon bolğan Şərq Türkistanның taşqı dünya bilan bolğan münasibətinin azıyıb ketişigə bu şəkildə yeniliklardan, tərəqqiyatlardan xəbərsiz qılıb, barğan sıra işçiga qamılıb qalğan bir cəmiyyətə aylanıb qılışığa səbəb bolğan bolishi mumkin. Ma'lum bo'lgandek, Şərq Türkistan zemini Qarixanilar dövləti, İdiqut Uyğur dövlətindən keyin erkinligini paytaxtı Yarkent bo'lgan Saidiya xonlığı dövləti bilan davom qilgan. Saidiya xonlığı davridagi umumiy ahvolni Tavarixi Musqiyun, ya'ni Muzikchilar tarixi nomli asardagi xotirlardan ko'rmoqdamiz. Asarda shundoq bir bo'lim bor. Muzikinin 13-cü piri Qidirxon Yarkendidir. Bu azizdek bu pəndə maharet görsətken ustaz azdır. Bu aziz köpünçə Əmir Nizamiddin Əlşir Navoiy Həzrətlərinin ғəzəliyatlardan eytar idi. Aləmgə bunun kəbi xuş avaz kişi gəlməyəndir. İraqdan, Təbrizdən, Xorazm, Səmərqənd, Andijan, İstanbul, Kəşmir, Bəli,
Shiraz qatarlıq uzaq şəhərlərdən musiqi öyrənishə gələn şagirdləri var idi. Ravabni, Xushtarni bu aziz kəşf qildi, ham shoir idi. Yani 16. əsrdəki Yarkentga İstanbul qatarlıq dünyanın hər qaysı joylardan musiqi öyrənish üçün tələbələrinin keldiganligini ko'ryapmiz. Xuddi bugun inglizcha öyrənish üçün dünyanın hər qaysı joylardan o'quvchilar Londonga berayotgandek, o davrda san'at, musiqa öyrənish üçün dünyanın hər qaysı joylardan o'quvchilar Yarkentga bordi ekan. Demek ki 16. asırda Şərq Türkistan dünyanın medeniyet merkezi. O devirde Melike Amanisa Xan ve Ustaz Kıdırxan Yarkendi tarafından ulu silingan, tertiplengen Uyghur 12 muqamı, Uyghur Türk medeniyet tarixinin Türkiye Tıllar Divanı ve Putatqu bilik bilen bir qatarda turduğan mühim medeniyet mirası buluş bilen birge. Günümüzde Uygurlarning UNESCO tarafından qabul qilingan eng qimmatli milliy madaniyat miroslaridan biri bo'lmoqda. 20. asrning boshlariga kelganda Sharq Turkiston zaminida jaholatning hokim bo'lganligi, xalqimizning asorat ostida izilishi yana bir tarixiy asarda ko'rilmoqda. 1914-yili İstanbul Validi Sultan maktabining yosh o'qituvchisi Ahmet Kamal Osmanlı Dövletining İçki İşleri Ministri Talat Paşa'nın buyrug'iga binoan hajdan qaytib İstanbuldan o'tgan Sharq Turkistonlik hojilarning ichiga aralashib Qashqarga borgan. Ahmet Kamal Ilqulning Sharq Turkiston va Xitoy safari 1914-yili 2 ayning 16 kunidan 1920-yili 6 ayning 18 kunigacha 6 yil 4 oy davom qilgan. Bu kişi səfərdən keyin qalamga alğan Türkistan və Çin yollarında unutulmagan xatirlər degan kitabında Şərq Türkistanның umumi ahvalını mundaq təsvirləgan. Məyli ölüma, damolla və yoki yurtdagi baylar deb atılıb alğan zatlar bolsun, bu mədrislərə zamanıga layiq bir şəkil beriş cəhətdə köngül bölməgənligi üçün mütəssib qruplarının köpəyişigə, cehaletning yeyilishiga sabab bo'lgan bo'lib, bu büyük Türk diyarını ve xalqini bu parvosizlik g'aflatga patturgan ve palash qilib qo'ygan ishkan. Bir vaqtlarda İstanbul ve başka qo'shni shaharlardan o'quvchilarni jalb qilgan madaniyat markazi bo'lgan Sharq Turkiston 250 yildan keyin İstanbuldan kelgan o'qituvchining ichini qaratqidek darajada jaholat girdoviga g'arq bo'lgan ishkan. Medeniyettin cehaletke ve keyin esaretke sozulgan bu devir Şərq Türkistan tarixinin en karangulluk devri bulup Hocalar devri deb atalmakta. Hocalarning haqiqiy kuchga ega bo'lgan devri 16. asrning oxiri ve 17. asrning boshlariga to'g'ri keldi. Şərq Türkistan'da cehaletning ve hozirgacha davom qilayotgan asoratning urg'ini tergan xalq orasida Appak Hoca deb tanilgan Hidoyatulloh bu hocalarning eng muhim o'rnikidir. Hidoyatulloh Farg'onada dunyoga kelgan bo'lib, dadisi bilan birlikda Saidiya xonligiga Abdullah Xon davrida kelgan. Yarken xonligiga uningdan burun kelgan hocalar bilan orasida xonga yaqin bo'lish, saroyga put so'qish, texmi aniq aytganda iqtidorga o'rtaq bo'lish jidili boshlangan. Hidoyatulloh 1677-yili Saidiya xonligining oxirgi xoni Ismoil Xon tarafidan qo'g'langan. Keyin Kashmir yo'li bilan Tibetga berib, buddistlar 5-lamadan askariy yordam talab qilgan. Lama bu talabni qabul qilib, o'zining o'quvchisi bo'lgan qalmoqlarning xoni G'aldanga xat yozib, bu talabning o'rinlashini so'raydi. Bu fursatni g'animat bilgan G'aldan beshida Appak Hoca va komutanlari bilan 12 ming kishilik qalmoq qo'shinini Yarkentga avatdi. Bu chaq Jungar xonligining kuchlik bo'lgan davri bo'lib, Ismoil Xonning askariy kuchi bu urushni qazanishga yetmay qoldi. Shunda qilib Appak Hoca putparast qalmoqlarning yordami bilan Yarkent xonligini og'dirib, 6 shaharning xoni bo'ldi.
Texmi muhimi xalqqa o'zini Sayyid ya'ni Muhammad payg'ambarning nasldan kelgan deb tunutib, xalqning diniy hissiyotini o'zining shaxsiy obrazini mustahkamlash uchun qo'llandi. Xalqimiz bo'lsa, payg'ambarimiz Arabistonda dunyoga kelgan. Payg'ambarimizning nasli bek uzun surmagan. Payg'ambarning vafotidan 1000 yil o'tgandan keyin uning ustiga Farg'onada tug'ilgan bir kishi qandoq bo'lib payg'ambarimizning naslidan keladi deb so'rash aqliga kelmay uningga cho'qingan. Appaxo'ja Hidoyatulloh hokimiyatni qo'lga olgandan keyin birinchi ishi ziyolilar, san'atkorlardan boshlab butun e'tirozchilarni qilishdan o'tkazgan. Malika Amanniso xon va boshqa musiqashunoslarning san'at asarlarini ma'ni qilgan. Shariatga xilof deb o'tqa tashlab ko'ydirgan. Yana bir tarafdan qalmoqlarga berilgan va'da bo'yicha har yili 3,5 tonna kumush boj to'langan bo'lib, bu har oila kirimining 55%ga to'g'ri kelgan. Bu ahvol Appaxo'ja o'lgandan keyinmi davom qilgan. Uyg'urlar ham moddiy ham ma'naviy jihatdan zuvalliqqa yuz tutgan. Bu vaziyatni fursat bilgan Qing Manchu xonligi 1755-yilda ham qalmoqlar ham g'ojilarning ustiga askar avatib 1757-yili Sharq Turkistonga bo'lgan birinchi istilosini tamomlagan. Sharq Turkistonda yilmi davom qilayotgan asorat davri mana mushu Appaxo'ja ismi bilan boshlangan. Texmi külkülük bo'lg'ini farscha olam ma'nosidagi afaq kalimasi bilan g'o'ji kalimasi birlashganda olamning g'o'jisi ma'nosiga keladi. Lekin Uyg'urcha appaq deb talaffuz qilingan bo'lib, Uyg'urlar bek oq ma'nosida appaq deb anqirib olgan. Shuning bilan qora baxtning sababchisi bo'lgan bu kishiga Appaxo'ja deb cho'qingan. Bununğa o'xshash o'rnaklardan ko'rvag'ili bo'ladi-ki, Uyg'urlar burmulangan diniy iqimlarga agishib, o'sak fatvochilarga cho'qinib, islomning haqiqiy ro'yidan va milliy qimmatlardan uzoqlashgan siri jaholat patqoqlariga patqanligi ochiq bir savoq bo'lib oldimizga chiqmoqda. Uzun muddat davom qilgan asorat va jaholat Uyg'urlardagi ijtimoiy mas'uliyatchanlik ro'yini ojizlatgan. Samimiyat va o'zaro ishonch ufqumini xunuklaştırgan. Mustaqilligini yo'qotib qo'ygan Uyg'urlar bargan siri hokimiyatga qarshi pasib tirkishish usuli shaklida mening nemkorim degan yo'lni tanlagan. To'yga ko'dingmi, yo'q deb bishini ishchiga tiqib olib, atrofiga diqqat qilmaydigan, hech bir ish bilan kori bo'lmaydiganga odatlangan. Mening o'zimning hukumatim emasqo deb qarab, jamiyatga qarshi mas'uliyatchanlikni keraksiz deb qarashga ko'nib ketgan. O'zlarini boshqurdiganlarga itoat qilmaslik, yo'l yo'riqlarni o'rindamaslik, o'tkaldan aplab-saplab o'tib olish, bahona tepish, ya'ni yolg'on gap qilish usulini qo'llangan. Angliq bir jamiyat uchun elib aytganda bu xil usullar ishg'olchi dushmanga qarshi o'zini qo'g'dash va hatto kurash qilish mexanizmini vujudga chiqarishi mumkin edi. Ammo Uyg'urlarda asorat bilan jaholat ermash-chirmash bo'lib birlikda davom qilganligi uchun bu usullar xato anqirilgan bo'lib, samimiyatsizlik, mas'uliyatsizlik, osonla yolg'on gap qilish Uyg'urlarning o'z-o'ziga ziyon beradigan ijtimoiy illatga aylanib qolgan. G'o'jilarning qilmishlariga qarab hech kimga ishonmaydigan bo'lgan. Uyg'urlar o'z oldiga qobiliyatlik bo'lsa-mu, kollektiv harakat qilish ro'yi va qobiliyati ojizlab ketgan. Uyg'ur jamiyatida qahramonlarning yolg'iz qilishi, qo'zg'alonlarning avom xalqqa yeyilmasligi, hatto shiqqatim qurilgan jumhuriyatningmi keng ko'lamda butun xalqning jon pidolik bilan qo'g'dishiga erishalmaganligimi yuqoridagi ijtimoiy illatlarning ta'siridan bo'lgan deyishga bo'ladi. Bu illatlar bugun Uyg'urlarning o'zaro gumonxo'rlik holatida yashashiga, ittifoqsizligiga, bo'linib param-parcha bo'lishiga, do'stlarining ko'nglidan tushishiga, dushmanlarining ko'zida kichiklab masxara qilinishiga va xo'rlanishiga sabab bo'lmoqda.
Undaqda buningdan qutulish uchun nima qilish kerak? İzdinish programmamizning 2 sonida bu masalalar ustida to'xtalamiz.